Assalomu alaykum. Muajiratga barliq qarindoshlar, hammalarga vaqt xayrli bo'lsin. Deyishganimiz bo'yicha bugun birinchi qitimliq mazmun yo'llashni boshlayman inshaalloh. Alloh xayrli qilib bersin hammamizning ishlarini. Bugun birinchi mazmun bo'lsa shaxsiy turbat ilish, ya'ni haqsiz turbat ilish. Buni so'zlaydiganimiz bugungisi Weebly. Weebly'ni turbatga kirgandan keyin create your website degan ko'znak chiqadi. Bundan ilgari bir muhim nuqta bor. Biz hammamiz oydinlashtirib olishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni biz nima uchun turbat quramiz? O'quv-o'qitish ishlari ilib berish uchunmi? Mahsulotimizni tanishtirish uchunmi? Yoki tur do'koni ichish uchunmi? Bilganlarimizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashish uchunmi? Yoki ko'ngil ichish, qiziqish uchunmi? Va hokazolar. Biz nima uchun turbat quramiz? Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lganim, biz oldi bilan turbat qurish maqsadimizni oydinlashtirib olishimiz kerak. Esingizda bo'lsinki, turbat bor kishilarning hammasi muvaffaqiyat qozongan emas. Ammo muvaffaqiyat qozonganlarning hammasining turbati bor. Turbatni qurish va uni loyihalashni so'zlashdan ilgari Weebly degan turbat bilan qisqacha tanishib chiqadi. Yana bu turbat Website Informer. Bu sizlar har qanday turbatni izlasanglar, bisish orqali turbatning qisqacha tushuntirilishini, sonliq sifatlarini bilalaymiz. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmun Weebly bo'lganligi uchun Weebly'ni izladik. Biz qaraydigan mazmun faqat va faqat bu. Ya'ni daily visitors. Bir kun ichida Weebly degan turbatni ziyorat qiladiganlar 3 million. Endi bu 3 million odam qanchadan Weebly'ning turbatiga kiradi, qanchadan turbatini ziyorat qiladi deganda 7 million 300 ming. Ya'ni bu Alex deganda bir tartib turg'izganda 267-o'rinda turadi xalqaro dunyo bo'yicha. Qolgan tafsilot uchurlari qiziqsanglar, o'zingizlar asta kirib ko'rib baxsanglar bo'ladi. O'zimizning mazmunga qaytsak, turbat qurishni bu kuni biz orqali boshlaymiz. Create your website. O'zimizning first name, ya'ni o'zimizning ismini, last name, familiyamizni, ya'ni dadamizning ismini yozamiz. Bu bir o'rnak bo'lganligi uchun men o'zimning kanalning uchurlarini yozsam. Email adresini o'zimiz ishlatadigan emailni to'sh qilishimiz kerak. Maxfiy nomerni xohlagancha bekitamiz. Emailning bevosita maxfiy nomeri bo'lmasin bo'ladi. O'zimizning bu yerda to'ltin tanlaymiz, turvatga o'rin. Bu yerni tanlash orqali Weebly'da bo'layotgan e'tibor faoliyatlari, yanglishlarni vaqtida xabardor bo'la olamiz. Xuddi mening kanalimdagi qo'ng'iroqni bosganga o'xshash. Buni o'zimizning ixtiyor bo'yicha tanlasak bo'ladi. Ikki xil tanlash ko'rinadi bizga. Birinchisi men bir turbatga muhtoj, ikkinchisi men bir tur do'koni ochmoqchiman yoki men tur do'koniga muhtoj degan. Biz birinchisini tanlasak bo'ladi. Bu birinchisini tanlash orqali ikki xil maqsadga yeta olamiz va ommaboproq bu. Bu men o'zim shaxsan buni tashabbus qilaman. Bu yerda bir qancha xil modul bor. Turbat qurilmasining men buni so'zlab o'taman. Bu ko'p afzalligi bor bu modulning. Ya'ni biz mayli bir oshxona uchun turbat qurilik va yoki o'zimizning do'konni ya mahsulotni tanishtirish uchun turbat qurilik. Hamma jihatda bu turbatning bu moduli nihoyatda mos keladi bizga. Turbat ismini qo'yishimizni talab qiladi bular. Ya'ni bu turbat. Biz buni hozirlam qilsakmi bo'ladi va yoki eng oxirida ya'ni bu publish, ya'ni bu nashr qilish deganga buyruq berishdan ilgari yoki shu buyruqni bosgandan keyin yana shu ko'znak chiqadi. Shu vaqt qilsakmi bo'ladi. Chunki bu turbat ismi qo'yish nihoyat bir muhim masala. Ya'ni bu bir qo'yilgandan keyin o'zgartirilmaydi. Yoki biz bu qurgan turbatimizdan, bu moduldan bizdan bu turbatga sarf qilgan emgakimizdan faqatla voz kechib, yana bir yangi turbat adresi, ya'ni turbat ismi qurib, yangi qaytadan ish boshlab qilishimizga to'g'ri keladi. Va yoki ismi qanday bo'lavergan bo'lsa, shu bo'yicha taraqqiy qilib davomlashtirishimizga to'g'ri keladi. Shu ismni oldirmay o'yinib qo'yish kerak. Shu hozircha o'chirib turamiz. Oldi bilan bu turbatning tilini o'zgartirishni so'zlab o'taman. Ana hozir sizlar ko'rgandek ingliz tilida bu. Settings kirgandan keyin tanishishga biz buni tanlash orqali o'zimiz xohlagan, ya'ni biz o'zimizga
ehtiyojimizga asosan mayli turkcha bo'lsin, qaysi tilni tanlasak bo'ladi. Bu yerda bilishga tegishli va diqqat qiladigan ba'zi halqalar bor. Uni keyingi vaqtlarda tafsiliy tushuntirib o'taman inshaalloh. Betning tilini o'zgartirdik deganlik, biz bu yerda mashg'ulot qilish jarayoni til. Hargiz turbatning o'zini tili emas, ya'ni boshqalar bizning turbatimizga kirgandan keyin biz bu yerga qaysi xil uchurda, qaysi xil xat yozgan bo'lsak, qaysi xil yoziqda shuni ko'radi. Bu ikkisi ikki ayrim masala. Bu turbatimizni uyg'urchalashtirmoqchi bo'lsak, mana pages, ya'ni betlarga kirdik. Buni tanlaymiz. Uchrash orqali endi o'zgartirish ilib bora olamiz. Masalan, biz uyg'urcha kirgizmoqchi bo'lsak, o'zimizning kuni taxtisining yozig'ini uyg'urchaga tanishlaymiz. Biz hozir boshbat deb kirgizilib bu yerga. Boshbat. Tamomlangandan keyin biz xohlagan o'rinda bir bisish orqali buyruq bera olamiz. Ya'ni bizning buni ijro qilishga buyruq bera olamiz. Agar biz betni yuvib o'tmoqchi bo'lsak, bu delete degan knopkani bossaqlar yuvib olamiz. Qo'shishni boya degandek qo'shish belgisini bossak, qo'sha olamiz. Loyihalash mazmuniga kelsak, bu model degan gap dark, ya'ni qora holatga kelsak, bunda holatda bo'ladi. Ekranning orqa ko'rinishi, butun turbatning orqa ko'rinishi qora bo'ladi. Light, ya'ni buni bossak, yorug' holatda, ochiq holatda bo'ladi. Buni biz orqali modellarni xohlagancha o'zgartira olamiz. Butun bet qurilmasini, ya'ni buni biz orqali xat shaklini o'zgartira olamiz. Buni biz orqali hozir biz buni tanlasak, sol tarafga kelgan vaqtida bu bet simlari ko'rinib turadi, yo'qolib ketmaydi. O'ng tarafga kelgan holatda bu xil holatga keladi, ya'ni biz buni bosgandan keyin ondan ko'ra olamiz betlarni. Endi ya'ni bet qurishga kelsak, biz buni logo o'zgartirishdan boshlaymiz. Biz kompyuterda o'zimiz xohlagan ishni qila olamiz. Sizlar ko'rgandek, bu rasmning orqa ko'rinishi, logoning orqa ko'rinishi oq ranglik, ammo turbatning o'zi qora ranglik. Agar sizlar buni yoqtirmagan bo'lsanglar, bu yerdagi modelga kiramiz, light. Mana bu holatda chiqadi. Endi xat o'zgartirishga kelsak, xatni tanladik. O'chirish knopkasi orqali o'chirib o'tdik. Buni uyg'urcha bir taraf qilishida ozroq masala bor ekan. Inshaalloh men keyingi videolarda uyg'urchani mukammal kirgizadigan va mukammal ko'rinadigan holatda qilish uchun qanday qilish to'g'risida video ishlayman. Shu vaqtda to'xtalamiz, Alloh xolisa bu mazmunda. Endi xat o'zgartirish usullari bo'lsa, nihoyat oddiy. Bularni o'zimiz xohlagan bo'yicha tanlasak bo'ladi. Ammo diqqat qiladiganimiz, biz har bir xatga qarata o'zgartirish ilib borgan vaqtida cho'qim xatni tanlashga diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni to'qilish, cho'ngaytirish, kichiklatish, xat rangini o'zgartirish. Agar biz temani kirgizmoqchi bo'lsak, bu yerga title'ni tortib kelib, o'zimiz xohlagan o'ringa ilib kelsak, shu yerga joylashadi. Masalan, mana sizlar ko'rgandek. Endi buni yuvatmoqchi bo'lsak, agar yon tarafida ustida xato belgisi chiqadi, shu besish orqali o'chirib olamiz. U nihoyat qulay. Endi o'zgartmoqchi bo'lsak, tupni bir chekamiz. Endi bu nima uchun yon kelib qoladi deganda, bu yerda bir bo'shliq, bu yerda bir xat bor ekan, buni yuvatsak, hozir udul tuz keldi. Endi buni o'ttirib ekmoqchi bo'lsak, mana
xatni besish orqali boshqa ulanishga ulamoqchi bo'lsak, mana bu xatni tanladik. Bu yerga bu knopkani bossak, bu yerda bizga qaysi xil holatda qayerga ulamoqchi bo'lishimizni tanlashimizga qarata bir ramka chiqarib berdi. Endi title bilan tekstning ikkisining hamma tangshaklari o'xshaydi. Knopka degan bir tanlash bor, ya'ni bu bizning tizimligimiz degan xat. Buni xohlagancha o'zgartira olamiz. Biz tarmoq tizimligi desak, bu o'zgardi. Endi biz buni besish orqali boshqa bir ko'znakka ulab bera olamiz. Buningda masalan boshqa bir tor betga, o'zimizning tor betidagi boshqa bir betga, buningdek agar biz tor betimizda mahsulot sotmoqchi bo'lsak, o'zimizning mahsulot beti degan u betga ulab bera olamiz. O'zimiz xohlagancha ulay olamiz. Hatto biz buningga telefon nomerini ulash orqali boshqalar bizning tor betimizga kirib, shu knopkani besish orqali bizga bevosita telefon qila oladi. Bu bo'libmi qo'l telefonda bizning tor betimizga ko'rganlarga nihoyat qulaylik. Bu bo'lsa hujjat, ya'ni fayl. Biz buni besish orqali bu yerga biz o'zimiz xohlagan hujjatni yoki rasm va yoki qisqa filmni chiqara olamiz. Boshqalar bu knopkani besish orqali tushira oladi. Endi biz bu yerdagi qilmoqchi bo'lganimiz bu tarmoq tizimligi bo'lganligi uchun o'zimizning tor betidagi tarmoq tizimligi deganga ulaymiz. Ya'ni buni bossak, bevosita bizning bu yerdagi menu, ya'ni tarmoq tizimligi bo'lib berdi. Shakllarga kelsak, buning knopkaning loyihasini o'zgartirish, buni o'ttirg'a kelish deganga o'xshash. Buni o'zinglar xohlagancha tanishib olsanglar bo'ladi. Buningda asosiy mazmun, ya'ni ulanish knopkadagi. Bu ulanish mayli knopka, mayli xat, mayli rasm hammasiga o'rtaq foydalana olamiz. Knopka qo'shishmi o'xshash. Mayli biz bu yerda qaysi elementni qo'shmoqchi bo'lalik, o'zimizning tor betiga tortimiz, qo'yimiz. Masalan, biz bu yerga bir knopkadan birini qo'shalik. Mana bu yerga bir knopka qo'shildi. Buni o'zimiz xohlagancha o'zgartira olamiz. Ismni o'zgartirish, link deganga o'xshash. Biz qancha knopka qo'shmoqchi bo'lsak, xohlagancha qo'sha olamiz. Buni o'chirishmi oddiy. O'chirish belgisini bosamiz. Endi biz bu yerga rasmni o'zgartirish uchun bu yana bir bosimiz. Bu yerda keyingi ko'rinishni o'zgartirish. Bu bo'lsa replace deganimiz bevosita faqatlam yo'q qilib o'tadi. Ya'ni boshqa bir rasmga almashtiramiz. Bu edit degani rasmni tangshaymiz. Endi bu yerda sizlar diqqat qilsanglar, bu rasm medirlamay turadi, ammo boshqa narsalar medirlaydi. Ya'ni rasmning ustidagi xat, usti ramka qatorliqlar medirlaydi, ammo rasm medirlamaydi. Agar buni yaxshi ko'rsanglar, buni yoki non qilib o'tamiz yoki bo'lmasa antigidagisiga tanlaymiz. Hammasi normal turadi. Va yoki biz boshqa rasmni o'zgartmoqchi bo'lsak-chi. Agar biz bu yerga video chiqarmoqchi bo'lsak, Weebly'ga a'zo bo'lgandan keyin, undan keyin biz video chiqara olamiz. Video a'zo bo'lgan vaqtimizda birinchi video chiqara olamiz. Ikkinchidan nihoyatda qo'llanishchan bir narsa bor, u bo'lsa-mu bizning kanalimizga izlash ramkasi qo'sha olamiz. Ya'ni biz bu ramkani ilib kirgandan keyin boshqalar u ramkaga bizning tor betimiz tamoq munosabatli bo'ldi, lag'man deb bassa, izlashga buyruq bergandan keyin bizning tor betimizdagi lag'maga munosabatli fikrlarning hammasini chiqarib beradi. Ammo hozir biz uni qila olmaymiz. Unda rasm o'zgartirishga kelsak, bu nihoyat oddiy. Buni biz orqali rasmni biz tanishib olamiz. Bu yerda hammamiz yaxshi ko'radigan bir tanshak bor. Bu bo'lsa-mu, bu doiraning ichi aniq ro'shan holatda ko'rinadi, atrofi nihoyat g'uvo ko'rinadi. Biz buningda mashg'ulotni ilib kirib bo'lgandan keyin saqlashga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Buni saqlaymiz. Boshqa narsalarni tushuntirmabman. Hamda rasm tanishga kelsak,
Bu bo'lsa rasmni kesish xohlagancha. Bu bo'lsa rasmni ustiga xat yozish. Bu tangshash, ya'ni qorong'i qilish, yo'riq qilish deganga o'xshash tanshaklar. Biz buni tanshab bo'lgandan keyin cho'qim saqlamasak bo'lmaydi. Hamda yana bir ko'p uchraydigan masala bo'lsa, biz turbatga o'zimizning mayli rasmlar bo'lsin, mayli xatlar bo'lsin, tekstlar bo'lsin, mayli video bo'lsin, buni kirgizgan o'rinlashtirgan vaqtimizda, joylashtirgan vaqtimizda ba'zi masalalarga uchraymiz, ya'ni qiyinchiliklarga. Ya'ni rasm bak so'l tarafga kelish, o'ng tarafga kelib qolish yoki cho'ng kichikligini yoki o'rnini biz o'zimiz xohlagan bo'yicha tanishayolmaslik. Bu vaqtda biz nimadan foydalanamiz degan vaqtida, ya'ni bu yerda spacer deydigan bir narsa bor, o'rin. Bu o'rinni bu o'rinni ilib kelish orqali biz o'zimiz yaxshi ko'rgan o'rinlarga o'zimiz qo'ymoqchi bo'lgan elementlarni qo'ya olamiz. Masalan, mana o'zinglar sizlar ko'rgandek, mana bu yerda nihoyatda yaxshi foydalangan bo'shliqdan. Ikki dona bo'shliqni ikki tarafga ilib kelish orqali o'zi yaxshi ko'rgan o'ringa o'ttirg'a ilib kelgan. Bumi oson, ya'ni xohlagan o'rnimizga tortamiz, ilib kelamiz. Hamda orqa ko'rinish boshqa rasmni tanishganga o'xshaydi, ammo buningda kichikgina bir o'xshamaslik bo'lsa, biz buni boshqa vaqtimizda yana bu yerda move, ya'ni harakatlantirish degan bir tanlash chiqadi. Biz buni bisish orqali buni mush betning o'zidagi o'rinning yoki ustungi o'ringa yoki ostongi o'ringa yo'tkay olamiz. Va yoki biz buni boshqa bir betga yo'tkay olamiz. Masalan, hozir biz bosh betda biz buni tizimlikka, ya'ni menyuga yoki o'ringa qaysiga yo'tkaymiz desak yo'tkay olamiz. Shuni tanlash orqali. Yana bevosita kirdi bu. About bu yerga kirdi. Endi biz qaytsak, bu yerda bir qistirib o'tadigan, ya'ni harakatlantirish degan vaqtimizda biz buni ham ko'chira olamiz. Nusxalay olamiz. Biz buni nusxalagandan keyin xohlagan o'ringa chaplay olamiz. Undan keyingisi yoki juvatmoqchi bo'lsak, agar biz buni deletni bossak juyiladi. Buning rasmini ham o'zimiz xohlagan rasmni chiqara olamiz bu o'ringa. Xarit qo'shishga kelsak, bu xaritani masalan o'chirib o'tdik. Biz har qanday bir elementni turbitimizga kirgizgan vaqtimizda biz uni besib turibla ilib kirsak bo'ladi. Qo'yadigan vaqtimizda diqqat qilsanglar, bu yerda bir yeshil ko'k belga. Qo'yadigan vaqtimizda bir ko'k siziq paydo bo'ladi. Bizning qo'ymoqchi bo'lgan o'rnimiz mush ko'k siziq paydo bo'lgan o'rin. Shuni biz qayerga deb qo'ymoqchi bo'lsak, shu yerga ko'k siziqning paydo bo'lgan yoki bo'lmaganiga diqqat qilishimiz kerak. Masalan, biz buni bu yerga qo'yaylik. Endi biz buni cho'ng kichiklikni tanishda bu vaqtda ham ko'k siziq paydo bo'ladi. Buni tortamiz, cho'ngaydi. Endi o'rinni belgilagan vaqtimizda mana bu yerga adres degan o'ringa o'zimizning adresini yozsak, o'zi avtomatik holatda tanishib beradi. Endi biz bu yerda buni tanishish orqali xaritni ya yig'inchoqlay olamiz yoki bo'lmasa texmo inchik holatga ilib kela olamiz. Endi bu yerda San Fransisko deb chiqishining sababi nima desanglar, bu Weebly'ning bosh shirkati, ya'ni bosh ishxonasi, ya'ni Amerikaning San Fransisko degan shahrida. Shuning uchun bu avtomatik holatda o'zining bosh markazining adresini chiqarib turadi. Biz bu adresni o'zgartgan amon bizning o'zimizning adresiga qaytadi. Yana bir muhim ish bo'lsa, torbitimizning kompyuter ko'rinma holati va telefon ko'rinma holati. Biz hozir ko'rayotgani va mashg'ulot qilayotgani bo'lsa, kompyuter ko'rinma holati. Hamda biz buni bossak, kompyuterni bu yerga ikki tanlash chiqadi, ya'ni kompyuter va telefon. Biz hozir telefon ko'rinma holatiga kelsak, bu nihoyat qulay. Ya'ni bu Weebly o'zi bevosita o'zimizning torbitining o'zi bevosita avtomatik kompyuter ko'rinma holatiga asoslanib turib, telefon ko'rinma holatini bizga loyihalab beradi.
Buningda ensirash ketmaydi. Ya'ni shu Weebly şirketi o'zi bevosita avtomatik holatda bizning kompyuter qarta tanishgan loyihalarimizni telefonga moslashtirib, o'zi avtomatik ishlab chiqarib beradi. Ba'zi kichik aloqalarni o'zimiz qo'l tiqib o'zgartirishga to'g'ri keladi. Eng oxirida bo'lsa, tor betimizning ismini muqimlashtirib, tor betimizni nashr qilish. Bu yerda tor betimizning ismini qo'yamiz. Masalan, sinab berish 3 4 5 6. Bu tor bet bu ismni qo'yaylik. Buni izlasak, birinchi ramkadagisi bu yerda diqqat qiladigan bir ish bor. Bu ismlarni biz haqsiz qo'ya olamiz. Ya'ni 1 yil haqsiz foydalana olamiz bu ismlardan. Mayli bu yerga sinoq deb qo'yaylik, mayli qanday ism qo'ysak, agar shu biz boshqalar ishlatmaganlar bo'lsa, biz uni qo'ya olamiz 1 yil haqsiz. Ammo 2 yildan keyin qanday bo'ladi desanglar, asli balkim $10 setib oladigan torbetni 1 yilligini biz bularning 1 yillik haqsiz planiga qatnashganligimiz uchun $30 dan setib olamiz. Biz bu torbetning ismini faqat mushu Weebly shirkatidan setib olamiz. Bundan bilak hech qanday yerdan setib olmaymiz. Shuning uchun mening qiladigan tashabbusim bo'lsa, birinchisi yoki torbetimizning darajasini ko'tarib bularga a'zo bo'lib, yillik yoki oylik planga kirib, shu orqali ismni qo'yish, torbet ismini. Va yoki bo'lmasa, dastlabda biz haqsiz ismni ishlatib turib, torbetimiz haqiqiy o'zimiz yaxshi ko'rgan, o'zimiz orzu qilgan holatga yetib, umumlashib, kishilar tunib, taraqqiy qilgan vaqtida, undan keyin Weebly degan ismni yo'qotib o'tib, a'zo bo'lib, setib olib ishlasak bo'ladi. Hozir biz ishlatadiganini, ya'ni sinab 1-3-4-5-6 weebly.com. Biz buni tanlasak, torbetimiz qurilib ketadi. Yana deb o'tib ketsam, bu Weebly degan ismni biz keyin o'zgartira olamiz. Pul to'lash orqali yo'q qilib olamiz ya'ni. Ism qo'yishda nihoyat cho'ng afzalligi bor Weebly'ning. Qisqarib o'tib ketsam, Wix'ning bu jihatda haqiqatan bir yetersizligi bor. Ya'ni o'zimiz xohlagan ismni qo'yish to'g'risida. Torbet ismimizni xoslashtirishni so'zlab o'taman. Ya'ni hozir masalan mana bu sinoq 1-3-4-5-6 weebly.com. Biz yana bu torbetning ismini o'zgartirib o'tib, boshqalarga yo'llasak yoki boshqa o'ringa chiqarsak, uni besish orqali yana bizning o'zimizning torbetiga kiradigan holat. Buni ikkilar qitimliq mazmunni so'zlayman inshaalloh. Endi bugungi so'zlagan mazmunni bir yig'inchoqlab o'tsam, torbetning ko'rinma holatdagi tanshakning tilini o'zgartirishni so'zladik birinchi qitimda, ya'ni qaysi tilni o'zgartmoqchi bo'lsak bo'ladi. Undan keyin torbetdagi xatlarni, ya'ni torbetning bet ismi, ya'ni bosh bet, tizimlik, aloqalashish, o'rin deganga o'xshash. Undan keyin logoni o'zgartirish, knopka, xat, rasm, uni o'zgartirish, almashtirish, tangshash, uni ulanish ilib kelish, xarit kirgizish, bo'shliq, undan keyin yana barliq elementlarni qanday kirgizamiz, qanday yo'yitamiz degan mazmunlarni so'zladik. Hamda kelar ketimliq videoda so'zlaydigan mazmunlar bo'lsa, torbetimizga video ilib kelish, video kirgizish, torbetga PayPal'ni qo'shish. Ya'ni bu PayPal'ni qo'shish hamda torbetimizda tor do'kon ichishni maqsad qiladi, yo'nalish qiladi. Torbetimizni tor do'koniga aylantirish. Weebly'ning app do'konidagi applar bilan tanishish va ularni ishlatish. Torbet ismini xoslashtirish, Google AdSense'ni qo'shish. Ko'rganingizga rahmat. Yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimga a'zo bo'lishinglarni, do'stlaringlarga bahrlashinglarni, sizlarning boshqa mazmun va yoki boshqa temada qiziqadigan narsalar bo'lsa, buni menga videoning ostidagi baho berish ko'znakiga so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Va yoki men so'zlagan mazmun jarayonida tushunmagan va yoki men xato so'zlab qo'ygan yerlar bo'lsa, menga tuzatish berishinglarni va yoki tushunmagan o'rinlar bo'lsa, so'rasanglar, ko'pchilik bilan o'rtoqlashishni umid qilaman. Ko'rganingizga rahmat.
Keyingi sonda ko'rishlik. Alloh omonat. Eng oxirida kanalimni YouTube'dan izlash va qo'shni qistirib o'taman. Oldi bilan YouTube'ni ochamiz. Ondan Uyghur Voice'ni kirgizamiz. Kirgizgandan keyin filtr degan xatni besib, channelni tanlaymiz. Kanal degan tanlashni. Ana bu mening kanalim. Meni qo'llashinglarni umid qilaman. Qo'llashning usullari nihoyat oddiy. Kanalimga a'zo bo'lish, yoqtirgan bo'lsanglar qo'l belgisini besish va do'stlaringlar bilan bahrlash. Qo'ng'iroq bosish orqali eng yangi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'la olasizlar.